Ortiq aka, nimani qidiryapsiz? Kechagi kunni Men yo'qotgan aqlingiz nima debman? kinoya qilib qopsanmi? O'tgan kungi ekspertiza xulosalari qani? Kechagina tergovchiga oshirdik-ku. Xulosalarni ham o'zi bilan olib ketgan. Oldimi? Qo'l qo'yib oldimi ishqilib? Ha, kotibiyat orqali berib yubordim. Xayriya tashkiloti emas bu. Ortiq aka, shu bugun kuni bo'yi bir ish qilmay o'lgidek zerikib bir maza qilmoqchiman. Shu jinoyatni ochamiz deb bir hafta tinim bilmadik-a. Bu issiq havoda qo'shnimi iti ham so'ljayib yotibdi. Lekin biz ishladik. Kim seni zerikishga qo'yib berar ekan? Jinoyat yo'q-u. Dam olamizda. Kiring, shu xona. O'rtoq aka, bu kishini boshlig'i yubordilar. So'rab, surishtirib, jinoyatni fosh etar ekansizlar. Prokuratura ish qo'zg'atgan, nomusga tegish bo'yicha. Bo'pti. Assalomu alaykum. Keling, o'tiring. Singlim, ismingiz nima? Nargiza. Yaxshi. Zarari yo'q. Yaxshi. Ha, jinoyatning ochilishi yaxshi bo'ladi demoqchiman. Endi biz sizga yordam beramiz. Hammasini fosh qilamiz. To'g'rimi, Mardon? Albatta. Albatta. Nargiza, siz bizga jinoyat haqida bir boshdan gapirishingiz kerak. Tartib shunaqa. Bo'lmasa jinoyatni ochib bo'lmaydi. Bilaman, aytadigan gap emas. Ammo voqea qanday yuz berganini bilmasak, jinoyatni topa olmaymiz. Qulog'imiz sizda. Prokuraturada tergovchiga aytdim-ku. Prokuratura rasmiylashtirgan, jinoyat ishi qo'zg'atgan. Biz esa jinoyatchini qidirib qo'lga olamiz. Ularning aftangori, yurish turishi, ismi sharifini bilmasak topa olmaymiz. Ularni aftangorini, yurish turishini bilmayman, o'zlarini tanimayman. Axir boshimda qop bor edi-ku. Qop? Ha, Nega? jinoyatchilar kiygizishgan. Bu hali muammo bo'ladigan ishga o'xshaydi-ku. Ana senga zerikish. Tolqon yeganday o'tirmay so'ra endi. Bo'lmasa bir boshdan gapirib beringchi. Nima bo'lganini? Uyalmang, biz mutaxassislarmiz.
O'sha kuni ishdan kech chiqdim. Ko'chada ketayotgan edim. Ko'cha nimqorong'i edi. Bir payt orqamdan kimdir yugurib keldi. Qo'llarimni tutdi. O'girilishga ulgurmadim. Boshimga qopga o'xshagan qop-qora narsa kiygizishdi. Atrof qop-qorong'i bo'ldi. Og'zimni yopishdi. Nima bo'layotganini anglab ulgurmadim. Oyoq qo'limni tipirchilatdim. Bo'lmadi. Ular 2 kishi edi. Orqadan mashina keldi. Qarshilik qilsam ham ikkalasi meni ko'tarib mashinaga o'tkazishdi. Hech narsani ko'rmadim. Ancha yurib bir uyga olib kirishdi. Mayli, yig'lamang. Ularning qo'lidan qanday qutuldingiz? Kechasi yo'l chetiga tashlab ketishdi. Hech narsa ko'rmadim. Kechasi qopni boshimdan yechganimda atrofda hech kim yo'q edi. Ular jinoyatchilar. Taxminan necha kishi edi? Mashinada ketayotganimda yonimda 2 kishini sezdim. 2 yonimda. Yana mashina haydovchisi. To'g'ri ekspertizaga bormadingizmi? Ekspertiza. O'zi zo'rg'a uyga yetib oldim-ku. Oyoq yalang edim. Kiyimlarim yirtilgan. Kuymang, hammasi ortda qoldi. Ishdan kech qaytibsiz. Aynan o'sha kuni to'satdan shunday bo'lib qoldimi yoki har doim kech qaytasizmi? Ish ko'p bo'lgan paytlarda kech qolishim mumkin. Sizni kech chiqishingizni kimdir aniq bilgan. Ishxonadagilar uyushtirgan bo'lishi ham mumkin. O'sha kuni sizga kim haddan ortiq ish buyurgandi? Hech kim. O'zim 1-2 vazifalarni bajarib qo'ymoqchi edim. Hamkasblaringiz bilan aloqalaringiz yaxshimidi? Yaxshi. Hech kim bilan tortishmaganman. Sanmanga ham bormaganman. Kim bilandir urushganingizda yaxshi bo'lardi-da. Nega? Gumon o'shanga tushardi. Shart tutib kelardik. Jinoyatchilarni ko'rishni umuman iloji bo'lmadimi? Yo'q. Sizni olib borishgan joy qanaqa edi? Ko'p qavatli uymi yoki hovli? Yana shuni so'raysan, ha? Ko'rmadim dedi-ku. Azinadan chiqdingizmi? Liftdanmi? Buni sezgan bo'lishingiz kerak. Zinadan chiqmadik. Hovli edi. Tushunarli. Ha, omadimiz yurishmaganga o'xshaydi. Birorta ham ulgi yo'q. Yo'lda, borgan joyingizda
qandaydir hidnimi, shovqinimi sezgandirsiz? Eslolmayapman. Ko'rmadim deyapman-ku. Ko'rmadim deng. 10 marta aytdi. Sen bo'lsa so'rayverasan. Yog'i chiqmaydi-yu so'ragan bilan. Boshqa yo'lni ko'raylik. Ishxonasiga boraylik. Bir deganda gumondorni aniqlab beraman. Voy, ishxonamga bormanglar. Sharmanda bo'laman-ku. Omadimiz haqiqatan yurishmaganga o'xshaydi. Bu singlimizdan nimanidir so'rab bilib olish qiyin. Buni o'zim ham bilib turibman. Lekin bilvosita nimalarnidir aniqlash mumkin. Aytdim-ku, hech nimani bilmayman. Nimani bilishingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Demak, boshqatdan boshlaymiz. Bosqinchilar qanaqa laqchada, qanaqa shevada gaplashdi? Nimalar deyishdi? Ko'p shevalarni farqiga bormayman. Buxoro bilan Xorazm shevasini farqiga boraman xolos. Ha, ularni hamma ham ajrata oladi. Ular qaysi shevada gapirishdi? Shuni bilmadim-da. Yaxshi. Nimalar deyishdi? Biror nima degandir? Gaplari aniq esimda yo'q. Bir safar o'ng yonimdagi sasib ketdi. Oynani och dedi. Chap yonimdagi esa hid tashqaridan kelyapti dedi. O'zi rostdan ham qo'lansa hid chiqqan edi. Men ham bir joyni bilaman. Qushxonani yoni. Biram sassiq o'ti bo'lmaydi. Shoshmang. Shu gapdan sal o'tib, mashina bir narsadan taraqlab o'tdimi? Bilmadim. Taraqlagan. Perezdan o'tgansiz. Bu joyni yaxshi bilaman. Ko'p o'tganman. Chalg'itmang. Xayolingizni bir joyga qo'ying. O'shandan keyin qancha vaqt yurdinglar? Vaqtni hisoblolmadim. Mashina qanday to'xtadi? Qayerdadir to'xtadi. Haydovchi mashinadan tushdi. Nimadir taraqladi. Keyin mashina yana yurdi. Ozgina yurib, yana to'xtadi. Keyin mashinadan meni chiqarib olishdi. Demak, hovli mashina egasiniki. O'zi tushib, darvozani ochgan. Xo'p. Boshingizdagi qopni olishni talab qilmadingizmi? Talab qildim. Yonimdagi do'q qildi. Bir ikki musht urdi. Agar yuzimizni ko'rsang, o'ldirishga majbur bo'lamiz dedi. Sen bizni bunga majbur qilma, tanimasang tirik qolasan dedi. Qo'rqqanimdan boshimdan qopni olishga ham, ko'zimni ochishga ham harakat qilmadim. O'sha men aytayotgan joyda katta anhor va suv havzasi bor. Narigi tomonidagi daladan esgan shabada suv salqinni taratadi. Borgan joyingizda havo namchil emasmidi? Qaytishda nima bo'ldi? Yana mashinani orqa o'rindig'iga o'tirdim. Yana ikki yonimda ikki yigit. Faqat endi qopni pastini bekitishmadi.
pastni ko'rish imkoniyatim bor edi. Bir yigitni shortsigiga ko'zim tushdi. Tor jinsi, balog'i qizil tusli, korxona hoshiyali. Chap tomondagi yigit esa shippakda edi. Jigarrang shippak, charmdan bo'lsa kerak. Rangi biroz o'chgan. Faqat ayrim joylari aylanasimon to'q jigarrang yaltirardi. Ha, yana o'sha yigitni tirnog'ini osti qop-qora edi. Men bilan chap tomonimdagi yigitni o'rtasidagi o'rindiqda bir-biriga taqalgan joyi bor edi. Ko'rganlarim shular. O'tirg'ichlari bir-biriga taqalgan mashina bu Spark. Demak, jinoyatchilar Sparkda bo'lgan. Yigitlar 22-23 yoshlar atrofida. Bittasi yollanma ishchi, ikkinchisi ustaxonada, vulkanizatsiyada ishlaydi. Yaxshi. Davom etaver. Bilaman, og'ir. Endi siz bilan eshitgan, his qilgan narsalaringizni eslasak. Jinoyatchilarning bittasi, ya'ni haydovchi, pixini yorgan tullak bo'lsa-da, qolgan ikkitasi tajribasizga o'xshaydi. Xato qilmasliklari mumkin emas. Hech bo'lmaganda ismlarini aytishgandir. Ularning gapini eshitadigan ahvoldamidim. Gaplashdimi o'zi? Ikki yonimdagilar bir-biriga nimalardir deyishayotgan edi. Haydovchi indamadimi? Uning ovozini eshitmadim. Nega? Gapirmadi-da. Yoningizdagilarchi, ular haydovchiga gapirishmadimi? Bir-ikki gapirishdi. Xo'sh, Biri tezroq haydang dedi. Boshqasi gazni bosing, sariqacha o'tib ketamiz dedi. keyinchi? Nimaga anqayapsiz? Yonimizdagi mashinadan o'tib ketaylik. Shubha bilan qarayapti dedi. Shunga o'xshagan so'zlar bo'ldi. Haydovchi ularning hech bir gapiga javob qaytarmadimi? O'pkangni bos deb nasihat qilmadimi? Yo'q. Qiziq. Juda ham qiziq. Nimaga gapirmaydi? Gung bo'lsa kerak-da. Gapirganida o'ziga yaxshi bo'lardi. Nimaga gapirmaganini bilasizmi? Chunki siz uni ovozini tanishingizdan cho'chigan. Ish biz o'ylagandek murakkab emas, oddiy va yuzaki. Bu jinoyatni Nargizani tanigan, bilgan odam qilgan. O'ylang. Nargizani tanimasa, qop nimaga kerak? Yosh yigitlar jinoyatga bunchalik puxta tayyorgarlik ko'rmaydi-ku. Ha, ko'chada yuz bergan bunaqa jinoyatlar aksariyat to'satdan yuz beradi. Haydovchini gapirmagani hammasini fosh qildi qo'ydi. Yaqinda sizga muhabbat izhor qilgan, sovchi yubormoqchi bo'lgan, rad etilganlarni aniqlaymiz. Ularning orasida Spark mashinasi borini saralaymiz-da. Jinoyatni fosh etamiz. Shokir. Yaqinda Spark mashina olgandi. Shumikan? Oramizda kelishmovchilik bor edi. Xuddi o'sha. Manzilni Balki. bilasizmi? Ha? Qo'shinor ko'chasi 59-uy. Alo. Qo'shinor ko'chasi 59-uyga borib, Shokir degan yigitni olib kelasan. Uyida qayoqqa borardi? Qidirayotganimizni xayoliga ham keltirgani yo'q. Tez. Ha, shunaqa bo'lgandi. Yana bitta voqea. Lekin bu bo'lgan voqea. Olib keldim.
Va nihoyat o'zi seni talqon yeb suvga yuborish kerak ekan. O'zim bilgan hamma latifalarni aytib bo'ldim-ku, bularni zeriktirmay deb. O'tkazib yubor. O'tir. Bu qizni taniysanmi? Nima? Ovozing chiqmay qoldimi yoki gungmisan? Yo'q, ovozim bor. Taniyman. Kim ekan? Nargiza-ku. Tanisang. Demak, nimaga chaqirganimizni bilarkansan. Yo'q, bilmayman. Shorti kiygan, jigarrang shipakdagi o'rtoqlaring bilan qiz o'g'irlagansan. Haligi vulkanizatsiyada ishlaydigan o'rtog'ingni aytyapman. Sotdimi yaramas? Hech kimni sotgani yo'q. Shunchaki biz hammasini bilamiz. Hammasidan xabardormiz. Bo'lgan ishni rad etaverishing mumkin. Lekin hozir biz borib o'rtoqlaringni olib kelamiz. Qanunda nima der ekansan? Ha, mishqi. Nima sen o'zingcha hammadan aqlliman, bir ish qilaman hech kim topolmaydi deb o'ylovdingmi? Bilasanmi? Biz sendaqalarni qanchasini ko'rganmiz. Yer tagida ilon qimirlasa bilamiz. Tushundingmi? Tushundim. O bola, ko'zimga qarab gapir. Qilgan ishingni o'zing bilyapsanmi? Bilyapman. Nima? Rostdan ham shu turganmi? Bu ishlarni boshida. Nargiz, kechir. Bilmasdan Uzrxohlik keyin. Hozir siz bo'lgan voqeani bir boshdan yozib berasiz. Hech narsani yashirmang. iltimos. Yordam beringlar. Boshqa bunaqa qilmayman. O'lay agar qilmayman. It bo'lib ketay. Tavba qildim. Bilmasdan qo'l urdim bu ishga. Nargiz, iltimos kechir. Nargiza o'ylab ko'radi. Sen yozaver. Sheriklaringni ham yoz. Hali ularni ham so'roq qilamiz.